Soliha. Erta tongda turdim-da, tahorat olib namozimni o'qidim. Keyin oyimga yordam bo'lsin deb deyarli ishga ketgunimcha ko'pgina ishlarni qildim. Deyarli har kunim shunaqa boshlanar, ishlarimni tugatib nonushta tayyorlash uchun oshxonaga kirdim. Soliha: "Assalomu alaykum oyijon. Keling, nonushta hozir tayyor bo'ladi." "Qizim, senga aytganman, bu ishlarni o'zim qilaman. Axir ertalabdan kechgacha ishlasang." "Yo'q oyi. Bunaqa ishlar men uchun hech nima emas, charchamadim." "Singillaring turmadimi? Erta turib opamga yordam beray demaydi-ya." Tez nonushta qildim-da ishga yo'l oldim. O'sha g'urbatxonaga borishni xohlamasam ham majburman. Endi sizga o'zimni oilamni tanishtirib o'tmoqchiman. Yoshim 20 da. Ikkita singlim, bitta ukam bor. Dadam oddiy ishchi bo'lib ishlaydi. Deyarli o'zi uchun ishlaydi desa ham bo'ladi. Pul topdi deguncha faqat ichardilar. Har kuni uyga mast ahvolda keladi. Oyim dadamga endi ichmasangiz bo'lardi, qizlarimiz katta bo'lib qoldi, uyimizga sovchilar keladi, sizni ahvolingizni ko'rib, bu gaplar dadamga umuman ta'sir qilmas, o'z bilganidan qolmasdi. Oyim hech qayerda ishlamasdi. Ko'rib turganingizdek, uy ro'zg'or xarajatlari, singillarim, ukam o'qish pullari meni zimmamda. Arzimagan choychaqani deb ertalabdan kechgacha mahallamizdan ozroq uzoqdagi bir kafeda ishlardim. Bu joyda ishlashni xohlamasam ham boshqa yaxshi ish topolmasdim. Axir o'qimagan bo'lsam, bunaqa sharoitda o'qishni hatto orzu ham qila olmayman. Meni o'rnimda singillarim o'qisin deb tinmay harakat qilaman. Biz opa-singillar oyim aytishi bo'yicha oyimning go'zal malikalari. Malikalarning oshig'i ko'p. Deyarli uyimizga har 2-3 kunda sovchilar kelishar, dadamning ahvolini ko'rib fikridan aynib qaytib ketishardi. Meni sevganlar ham ko'p, lekin men hech birini seva olmadim. Go'yoki yuragim muzlab qolgandek. Mana o'sha g'urbatxona ishimga ham yetib keldim. Ichkariga kirdim-da, tezda hamma yoqni tozaladim. Birin-ketin ishchilar, mijozlar kela boshladi. Jahongir o'qishni tugatib, nihoyat O'zbekistonga qaytdi. Naq 8 yil chet elda yashadi. Chet eldan kelib deyarli 2 uydan chiqmadi. Mana bugun avval yashagan eski mahallasidagi do'sti Shohruh bilan uchrashish uchun bordi. "Shoh, nega bu yerga kelyapmiz? Men senga biron yaxshiroq joyga olib bor desam topgan joying shumi? Jahon, sen oldin bu yerni jononlarni ko'rgin, yana o'z oyoqlaring bilan bu kafega qaytib kelasan." Ular ichkariga kirishib, oyna oldidagi stolga o'tirishdi. "Zahro", deya Shohruh ofitsiant qizni chaqirdi. Zahro ham Shohruhni ko'rishi bilan yuzida tabassum bilan uni yoniga keldi. "Voy, Shoh aka, keldingizmi? Sizni kutib turuvdim. Ko'zlarim to'rtmas, 6 ta bo'ldi." Zahro Jahongirga bir qaradi-da, "Nima buyurasizlar?" deya yana ko'zlarini Jahongirga qadadi. "Voy Zahro, sen meni kutgan bo'lsang, nega do'stimdan ko'z uzolmayapsan? Bilasana, rashkim yomon. Bor, bizga hozirchaga suv olib kela qol." Shohruh Zahroni qo'llarini ushladi. Zahro esa yigitlarning yoniga o'tirib, "Shohruh aka, meni do'stingiz bilan tanishtirmaysizmi?" Men Zahroni qiliqlariga jahlim chiqib ensam qotdi. Zahroni kuzatib turar ekanman, Shohruhning yonidagi yigit menga qaradi. Nigohi shunchalik o'tkir ediki, g'alati bo'lib ketdim va tez yurib ichkariga kirdim. Shohruh meni anchadan beri tinch qo'ymas, nuqul sevdim, o'ldim, kuydim. Koshki shu sevdimlari samimiy bo'lsa. Hammasi soxta. Zahro yigitlarning yonida turdi-da ichkariga kirdi. "Jahongir, qayerga qarayapsan?" Shohruh Jahongir qaragan tarafga qaradi va ko'zi ichkariga kirib ketgan Solihaga tushdi. "U qiz, ya'ni hozir ko'rgan qizing, qalay, chiroylimikan?" "Aynan men bob." "Ha, judayam", deya jiddiy gapirdi Jahongir. Lekin u boshqa narsani o'ylab qolgandi. "O'g'lim, yoshing 27 ga to'ldi. Qachon uylanmoqchisan? Bo'ldi endi, sabrim tugadi. Seni dugonamning qizi Sarvnozga uylantiraman." Risolat opa jon kuydirib gapirar ekan, Jahongir pinagini ham buzmay, "Oyi, u qiz menga yoqmaydi." Oyisi aytayotgan qiz O'zbekistonda yashamas, anchadan beri chet elda yashardi. Umuman olganda Jahongirga unaqa tannozlar yoqmasdi. "O'g'lim", deya dadasi Furqat aka Jahongirga jiddiy qaradi. "Sen oyingga e'tibor qilma. Bizga yarim tungacha tungi klublarda yuradiganlar emas, balki aqlli, odobli muslima kelin kerak. Agar shunaqa qizga uylansang, senga butun bir kompaniyamni
seni nomingga o'tkazaman. Agar oying aytgan qizga uylansang, hech vaqosiz quruq qoldiraman. Risolat opa erining gaplarini tinglar ekan, Sarvinoz unaqa qizmas deya jaqil bilan ichkariga xonasiga kirib ketdi. Xuddi dadam aytgandek qiz. Qora ko'zlar, uzun kipriklar, yopiq va sipo kiyingan va jilokor sochlari. Jahongir Solih haqida o'ylarkan, Shohruxning sabri chidamadi. Jahongir, kechgacha xayol surib o'tirmoqchimisan? Agar Solih haqida o'ylayotgan bo'lsang, nima? U sening sevgan qizingmi? Jahongir Shohruxning gapini bo'ldi. Yo'q, bu qiz menimcha muzdan yaralangan. Hech ko'nglini topolmadim. Juda qaysar va manman qiz. O'zi kim u, yana burni osmonda. Yaxshi, deya Jahongir qo'llarini keng yozib stolga suyandi. Mana ko'rasan, bu qiz kamida 1 oydan keyin meni xotinim bo'ladi. Nima? Shu qizga uylanmoqchimisan? Qo'ysang-chi, hali u bilan gaplashganing ham yo'q-ku. Bunaqa burni osmon qizlardan menimcha xotin chiqmaydi. Seni uylanish niyating yo'qmidi? Yo'q, menga bu qiz faqat bir kechalik qiziqish xolos. Shohrux, bunaqa xudbin bo'lma. Sening ham singling bor. Bu qaytar dunyo. Obbo, boshlamagin. Jahongir Shohruxga xudbin bo'lma deb, o'zi balki xudbinni ishini qilmoqchi. Yo'q, bu xudbinlikka kirmaydi. Ota-onasi qachon uylanasan degan savollardan qutulsa bo'lgani. Ammo bu qiz Shohrux aytganidek bo'lsa-chi, avval uni kuzataman. Qanaqa qizligini bilaman. Keyin aytaman ota-onamga. Aniq bilaman, bu qiz senga umuman turmushga chiqmaydi. Xohlasang garov bog'lashim mumkin. Xo'p, kelishdik. Men oldimga maqsad qo'ydimmi? Shu maqsadimga erishmagunimcha qo'ymayman. Sen bilan ham garov o'ynashdan cho'chimayman. Ular o'rtaga katta miqdorda pul qo'yishdi. Jahongir bilmasdiki, bu garov hayotida qilayotgan eng katta xatosi. Men Zahroni ko'rishim bilan, garchi u mendan katta bo'lsa ham, sansirab gapirardim. Zahro, ozgina o'zingni yig'ishtirib olsang bo'lardi. Seni kasringga biz qolyapmiz. Bu nima deganing? Men nima qildim? Deya pinagini ham buzmay gapirdi. Zahro, iltimos, mijozlarni oldida ozroq odob saqlagin. Sen harakatlaringdan bu kafedagi qizlar hammasi shunaqa ekan deb bizga xuddi senga muomala qilgandek qarashyapti, gapirishyapti. Soliha, bu hayotda yashashni bilish kerak, asalim, deya menga havodan o'pich yo'lladi. Ahmoq, men shuncha gapni kimga gapirdim? Sendek yashaganimdan ko'ra, yashamaganim afzalroq, deya tashqariga chiqib ketdim. Zahro eri bilan ajrashgan bitta o'g'li bor. Zahroni mijozlar bilan bunaqa munosabatiga boshlig'imiz Odil aka ham indamasdi. Chunki ko'p mijozlar Zahroni ortidan kelishardi. Boshlig'imizga esa bu yoqardi. Axir Zahroni orqasidan yaxshigina pul ishlayotgan edi. Shu g'urbatxonadan qachon qutularkan mana? Tashqariga chiqdimda 3 ta yigit yoshi 30-35lar atrofida o'rtadagi stolga o'tirishdi va ofitsiant deya meni chaqirdi. Ko'rinishi yoqmadi menga. Ularning yoniga xohlamaygina bordim. Xizmat, nima buyurasizlar? Dedim jiddiy ohangda. Qoraroqdan kelgan, ko'zlari qarashlari biram xunuk mijoz menga boshdan oyoq qaradi-da, bir nechta narsalar buyurtma qildi. Endi ketayotgandim. To'xtang, deya to'xtatdi. Eshitaman, deya unga qaradim. Balki biz bilan o'tirarsiz, go'zal qiz, deya qo'llarimdan ushladi. U qo'limni ushlagan payt seskanib ketdim. Darrov qo'limni tortib oldim. Tegma, nima qilyapsan? U endi joyidan turdi-da, buncha nozlanding, o'tirasan, deya meni tortqilay boshladi. Shu payt yonimda tezlik bilan kimdir paydo bo'ldi va meni qarshimda orqa machasiga bo'lib turib oldi. Avval men bilan gaplashasan, deya yoqasidan oldi haligi mijozni. Baland bo'yli, baquvvat yelkali bu yigit hozirgina Shohruxni yonida o'tirganda. Men qo'rqib ketganimdan qaltirab, yigitning orqasida turar ekanman. Yigit mijozni yuziga musht tushirdi. Odil aka yugurib kelib ularni ajratdi. U yoqdan Shohrux kelib do'stini tinchlantirdi. Haligi mijoz mushni zarbidan gandiraklab joyidan turdi-da, "Hali sen bilan gaplashamiz", deya menga bir qaradi-da, yonidagi sheriklariga ketdik deya tashqariga chiqib ketdi. Odil aka menga yomon qaradi-da, "Stolni yig'ishtirib ol", deya ichkariga xonasiga kirib ketdi. "Soliha", deya haligi yigit meni yonimga keldi-da, "Yaxshimisan?" Men unga hayron qaradim. Ismimni qayerdan biladi? Balki Shohrux aytgandir. "Yaxshi, rahmat sizga", dedim-da, stolni yig'ishtira boshladim. Ichkariga kirarkanman, "Soliha", orqamga o'girildim.
Haligi yigit menga jilmayib qarab turardi. Menimcha, bu yerda ishlash senga to'g'ri kelmaydi. Bu meni vizitkam. Shu manzilga borsang, yaxshi ish bor. Sen bop, deya menga tutqazdi. Yo'q, kerak emas. Yana bir bor rahmat, dedim-da, orqamga qaramasdan ichkariga kirdim. Ichkariga kirarkanman, yigitdan xijolat bo'ldim. To'g'ri, bu joydan ketishim kerak, lekin qayerda ishlayman? U yigitga ham ishonib bo'lmaydi. U taklif qilgan ish qanaqa? Allohim o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, deya ko'zim yoshlandi. Kech ham tushdi. Ishimni tugatib, ko'chaga chiqdim. Negadir piyoda ketgim kelmadi. Taksi to'xtatish uchun mashinalarga qo'l ko'tardim. Hech qaysi to'xtay demasdi. Shu payt yonimga bitta mashina kelib to'xtadi. Bu qimmatbaho mashina taksi emasligi ko'rinib turar. Haligi endi manzilimga aytib mashina ichiga qaragandim. Yana o'sha yigit. O'tir, olib borib qo'yaman. Qarashlari, nigohi chiroyli, har qanday qizni bir deganda maftun etardi. Uni ko'zlariga qarab tura olmadim. Yo'q, shart emas, dedim-da, undan uzoqlashdim. Mashinalarga qo'l ko'tararkanman, yigit mashinadan tushdi-da, yonimga kela boshladi. Solixa, meni noto'g'ri tushunma, shunchaki manzilingga olib borib qo'ymoqchiman. Sizni tanimayman. Begonalarni mashinasiga o'tirmayman. Yaxshi, deya atrofga qaradi yigit. Ismim Jahongir. Avval shu mahallada yashaganmiz. Keyin ko'chib ketdik. Shunchaki mahallamiz qizisan. Kech bo'lganda yolg'iz yurma deb kuzatib qo'ymoqchiman. O'zim yetib olaman, deya taksi ham to'xtatmasdan piyoda keta boshladim. Qaysar, deya Jahongir mashinasiga o'tirdi. Solixa uyga yetib borgunicha uni kuzatib bordi. Yaxshi qizga o'xshayapti. Demak, dadam va oyimga aytsam ham bo'ladi. Muhimi, qachon uylanasan degan savollardan qutulsam bo'ldi. Solixa, qizim, keldingmi? Deya darvozadan ichkariga kirgan zahotim oyim yonimda xavotir bilan qarab turardi. Ha, oyi, keldim. Yuring, ichkariga kiraylik, deya uyimiz tomon yurdim. Har doimgidek dadam yo'qlar. Kechki ovqatni yeb bo'lib, singillarim dars qilyaptimi, o'qishda nima gaplar, bilish uchun ularning yoniga o'tirdim. Mira, bugun yana ishkal chiqardingmi? Qachon tinch yurasan? Sen orqangdan oyim har kuni maktabda, deya kichik singlimga gapirar ekanman. U indamasdan kitob varaqlab o'tirar, gapirmasdi. Agar yana shunga o'xshash holatlar takrorlansa, maktabga bormaysan, uyda o'tirganing ma'qul. Yo'q, opa, boshqa unaqa bo'lmaydi. Yaxshi, dedim-da, katta singlim Lobarga qaradim. Lobar Amiraning aksi. Umuman hech kimga gapirmas, hech kim bilan ishi yo'q. Opa, deya Lobar aytsammikin yo'qmikin deya ikkilanib gapirdi. Gapiraver, dedim buni sezib. Haligi repetitor pulini to'laydigan vaqt keldi, shunga xo'p, to'lab qo'yaman. Sen chalg'imasdan o'qishingni o'qi, dedim-da, ammo qanday to'layman? Ishdan ketmoqchi edim, endi keta olmayman ham. Yaxshi ish topgunimcha ishlab turaman. Ertagayoq boshqa ishlarni surishtiraman. Balki o'sha yigit taklif qilgan ishni yo'q, unaqa qilmayman. Nima qilsam ekan deya o'ylab o'tirgandim. Hovlida dadamning ovozi eshitildi. Gapirishdan yana mastga o'xshaydi. Oyim ularni ichkariga kirgizdi. Keyin turdim-da, tahorat olib namozimni o'qidim. Duo qilib ancha payt o'tirdim. Jahongir oyisi va dadasiga kelin topganini aytgandan Risolat opani qoshlari chimirildi. Darrov qayerdan topa qolding? Avval yashagan mahallamizda yashaydi. Ismi Solixa. Yoshi menimcha 20-21lar atrofida. Solixa, ish qilib ismi jismiga mosmi? Deya Furqat aka o'g'liga qaradi. Ha, albatta, yaxshi qiz. Oyingga qizni manzilni ber. Qizni ko'rsin, surishtirsin, keyin yana maslahatlashamiz. Xo'p, dedi-da, Jahongir xonasiga chiqdi. Xonaga kiriboq o'zini yotoqqa tashladi. Nimalar qilyapman o'zi? Men u qizni sevmasam, u ham meni tanimaydi, bilmaydi. Yana uylanmoqchiman. Menga turmushga chiqsa ham, men uni sevmayman-ku. Bitta qizni hayotini barbod qilamanmi? Uni ham orzu havasi bordir. Lekin hozir Solixaga uylanmasam, yana qayerdagi qizlarga uylanishga majbur bo'laman. Risolat opa sovchilikka bormadi. Deyarli bir hafta paysalga solib yurdi. Mana bugun nihoyat Solixani uyiga sovchilikka ketdi. Jahongir esa faqat Solixani kuzatar, har 2 kunning birida o'sha kafega boradigan odat chiqardi. Men mijozlarga xizmat qilarkanman. Kafega Jahongir kirib keldi-da, har doimgi joyga o'tirdi. Har doim meni chaqirardi. Bu safar Zahro,
deya Zahroni chaqirdi. Zahro ham shuni kutib turganday uni yoniga kuydirilgan kalladay tirjayib bordi-da, yoniga o'tirib oldi. Bezbet. U yigitning maqsadi nima o'zi? Kechagina meni atrofimda parvona edi. Endi Zahro bilan. Men ularga qaragim kelmadi-da, endi ichkariga kirayotgandim. Solixa, ortimdan tanish ovoz eshitildi. Bizga sharbat olib kel, deya jiddiy qaradi Jahongir. Nega ekan? Kerak bo'lsa ani Zahro olib borsin, men ularga xizmatkormanmi? Deya indamasdan ishimni qila boshlagandim. Boshlig'imiz Odil aka, olib bor, deya ishora qildi. Sharbat ichmay zahar ichgur, xotinboz. Allohim o'zing kechir. Sharbatni oldimda ularning yoniga bordim. Ikkalasi yonma-yon o'tirardi. Ataylab ularning ustiga sharbat to'kib yubordim-da, uzr bilmasdan, yoqimli ishtaha dedim-da ketayotgandim. To'xta, deya Jahongir qo'limni ushlab oldi. Joyidan turdi-da, qo'llarimni qo'yib yubormasdan ko'zlarimga tikildi. Uni ko'zlari o'sha odamni o'ziga mahliyo qiladigan ko'zlariga qarar ekanman. Kiyimimni rasvo qilding. Endi o'zing tozalab berasan, dedi ko'zlarimdan uzmay. Nega ekan? Menmas, ana Zahro tozalasin, deya boshqa tarafga qaradim. Uni ko'zlariga qarab tura olmadim. Qo'limni qo'yib yuboring, og'riyapti. Shunaqami? deya qo'llarimdan tortqilab tashqariga olib chiqdi. Hoy, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. U meni mashinasiga o'tirgizdi-da, mashinani yurgizdi. Aqldan ozdingizmi? Qayerga ketyapmiz? U indamadi. Qanaqadir katta mehmonxonani yoniga borib to'xtadi. Yana qo'llarimdan ushladi-da, ichkariga kirdik. Mehmonxona xodimlari Jahongirni ko'rishi bilan "Xush kelibsiz, Jahongir Furqatovich", deya peshvoz chiqdi. Mehmonxona xodimidan kalit oldi-da, tepaga chiqdik. Xonaga kirdi-da, kiyinish xonasiga kirib, kiyimlarini alishtirib chiqdi-da, kiyimlarini menga tutqazdi. Ol, tez yuv. Nima? Bitta kiyimga shunchami? Ko'rmayapsanmi? Bu qimmat turadi. Kir mashinaga solma, qo'lda yuv. O't tushsin qimmatligiga ham. Shularni yuvib bersam qutulamanmi? deya kiyimlarni qo'lidan oldim-da, dushga kirdim va kerakli narsalarni olib yuva boshladim. Yuvib bo'lganimcha tepamda qarab turdi. G'ashim keldi. Menga qorovul kerak emas. O'zing to'kding-ku. Men to'kmadim shekilli, balki rashk. Nima qanaqa rashk? Hech qanaqa rashk emas. Zahroni qiliqlari jonimni chiqardi. U hamma mijozlar bilan shunaqa gaplashadi. Keyin mijozlar ham bizga Zahroga muomala qilgandek gapirishadi. Kiyimlarni yuvib dazmolladim-da, mana bo'ldi. Shunga shunchami? Ishimdan ham qoldirdingiz. Boshlig'imdan ham gap eshitaman. Sizni deb. Qo'rqma. Bugungi ishlagan pulingni men o'zim beraman. Nima? deya jahlim battar chiqdi. Siz boylarga osonda, darrov hammani og'zini pul bilan yopasizlar. Hech qanaqa pulingiz kerak emas, deya xonadan tez chiqib ketdim. Ishga bordim. Kech ham tushdi. Endi ketmoqchi edim. Solixa, sen ketmaysan, deya Odil aka to'xtatdi. Nega? Bugun so'roqsiz ish vaqtida ketding. Shunga hozir qolib, hamma yoqlarni tozalab, keyin ketasan. Mana kalit, deya kafeni kalitini stol ustiga qo'ydi-da, o'zi ketdi. Endi shu yetmay turganda, darrov ishga kirishdim. Axir kech tushib bo'lganda, ishimni qilarkanman. Rahmat sizga Jahongirbek. Sizni deb mana kechqurun ham ishlayapman. Yaramas, telba. O'zimga o'zim gapirib, idishlarni yuvarkanman. Xonaga kimdir kirdi-da, eshikni ichkaridan qulfladi. Tez ortimga o'girildim. Siz? Qarshimda o'sha kungi nigohlari sovuq mijoz turardi. Ha, men qizaloq, deya xiringladi. Nega keldingiz? Tez eshikni oching, deya orqaga yurdim. Yo'q, xushcham. Ochmayman. O'sha kungi ziyofatni bugun davom ettiramiz. Seni o'sha kundan beri kuzataman. Mana nihoyat yolg'iz qoldik. Endi senga hech kim yordam bera olmaydi. Hatto o'sha qahramoning ham. Qani qahramoning? Yo'q. Solixa, tashqaridan Jahongirning ovozi eshitildi. Ana, qahramonimiz ham kelibdi. U kira olmaydi, eshik qulf. Kirgan taqdirda ham men ungacha maqsadimga erishaman, deya ustimga bostirib kela boshladi. Yaqinlashma. Solixa, deya eshikni tortqiladi Jahongir. Ochilmadi. Men battar baqirdim. Jahongir zarb bilan eshikni tepdi. Ochilmadi. Yana 2 marta tepganda eshik ochilib ketdi. Jahongir ichkariga kiriboq, o'sha nigohi sovuq odamni qo'llaridan ushladi-da, yuziga musht tushirdi. Yuziga shunaqangi qattiq mushladiki, haligi odam zarbadan uchib ketdi. Xona tashqarisiga yumalab tushdi.
Jahongir borib uni yoqasidan oldi-da, yana yuziga 3-4 marta musht tushirdi. Qo'llari qon bo'lib ketdi.